Bitta xato sabab 346 kishi halok bo'lganini bilarmidingiz? Sababini nima deb o'ylaysiz? Ob-havo, uchuvchi xatosi, terrorizm? Yo'q. Asl sabab birgina dasturiy ta'minot xatosi. Samolyot ichida avtomatik tizim bor edi. Tizim noto'g'ri ma'lumot qabul qilib, samolyotni pastga qulata boshladi. Uchuvchilar hattoki nima bo'layotganini tushunmay qolishdi. Eng qiziqarli tomoni, bu tizimdan ko'plab uchuvchilarning xabari yo'q edi. Tizimni o'chirish juda ham murakkab. Natijada 346 nafar inson halok bo'ldi. Shundan keyin butun dunyoda bu samolyotlarning parvozi to'xtatildi. Bu aviatsiya tarixida eng sharmandali voqealardan biri bo'ldi. Bu voqea hammaga bitta narsani eslatdi. Zamonaviy dunyoda bitta xato kod yuzlab insonlar hayoti degani. Shu kabi ma'lumotlar sizni qiziqtirsa, bizning sahifamizga obuna bo'ling. Bitta xato sabab 346 kishi halok bo'lganini bilarmidingiz? Sababini nima deb o'ylaysiz? Ob-havo, uchuvchi xatosi, terrorizm? Yo'q. Asl sabab birgina dasturiy ta'minot xatosi. Samolyot ichida avtomatik tizim bor edi. Tizim noto'g'ri ma'lumot qabul qilib, samolyotni pastga qulata boshladi. Uchuvchilar hattoki nima bo'layotganini tushunmay qolishdi. Eng qiziqarli tomoni, bu tizimdan ko'plab uchuvchilarning xabari yo'q edi. Tizimni o'chirish juda ham murakkab. Natijada 346 nafar inson halok bo'ldi. Shundan keyin butun dunyoda bu samolyotlarning parvozi to'xtatildi. Bu aviatsiya tarixida eng sharmandali voqealardan biri bo'ldi. Bu voqea hammaga bitta narsani eslatdi. Zamonaviy dunyoda bitta xato kod yuzlab insonlar hayoti degani. Shu kabi ma'lumotlar sizni qiziqtirsa, bizning sahifamizga obuna bo'ling.